Qaysi ro'mol rangi yuzni oq va chiroyli ko'rsatadi? Agar yuzingizni yorqinroq ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, bunday rangdagi ro'mollarni sizga tavsiya qilaman. Qaymoq rang yuzingizni toza va muloyim ko'rsatadi. Och kulrang yuzingizni rangini tiniqlashtiradi. Och tilla rang hashamatli va sof ko'rinish beradi. Doimo yuzingiz oq va yorqinroq ko'rinsin desangiz, to'q jigar rang, qora, to'q ko'k rangdagi ro'mollarni och rangdagi ichki ro'mollar bilan muvozanat qiling. Yuzingizga yoshlik bag'ishlaydigan ranglar. Och pushti rang ayollik va nafislikni beradi. Och siyoh rang esa yuzingizga tiniqlikni beradi. Och shaftoli rang yuzga sog'lom va iliqlikni beradi. Och yashil rang yuzga tetiklikni beradi. Sovuq ko'k, sariqqa yaqin ranglar yuzingizni xira ko'rsatib qo'yishi mumkin. Siz qanday rangdagi ro'mollarni sevib o'raysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.